Zafar, yaxshi keldingizmi? Rahmat kene, yaxshi. Sen boraver. Bizni gaplashadigan gapimiz bor, ha? Mayli, xo'p. Endi ukam, meros masalasiga kelsak. Bilasan, seni o'qitdim, ishga joyladim. Uchastka, dacha, mashina menga. Senga bir xonali kvartira. Rozimisan? Mayli aka. Siz nima desangiz shu. O'rtoq, meros masalasini nima qildingiz? Uchastka, dacha, mashina erimni nomiga o'tdi. Zo'r bo'pti. To'ydan keyin olingan uy joylarga endi seni 50% ga ega chiqasan, o'rtoq. A? Bu degani o'rtoq, endi ajrashsang 50% uy joy taniki degani. Mana hayotimda ham shunaqa bo'ldi-ku. Yo'q, Begona qizlarga like bosib yuribsizmi? Yo'q joydan urushga ovlamagin. Bu yo'q joyda urush kovlashmas. O'ylab ish qilgin. Like bosishdan oldin o'ylash kerak edi. Avvallari sen arzimagan narsadan urushmasding. O'zgardim. Xullas, men bu uyda boshqa turishni xohlamayman. Siz bilan ajrashaman. Qaroringiz qat'iymi? Qat'iy. Ajrashmoqchiman. Ajrashamiz. Unda mana bu hujjatlarga qo'l qo'yasiz. Davoyingiz yo'qmi? Davoyim bor. To'ydan keyin erim nomiga o'tgan mol-mulkni teng yarmi meniki bo'lishni xohlayman. Lekin xo'jayingizning nomida hech qanday mol-mulk yo'q. Qanaqasiga? Aka, uy joylar sizning nomingizga o'tishi kerak edi. Nima men nomimga o'tkazib qo'ydingiz? Seni nomingda turursin. Vaqt soati kelganda teng bo'lishib olamiz, xo'p?